Bu Viagra emas. Hozir ichgandan keyin 1 soatdan keyin jinsiy aloqa qiladigan va ertasiga u narsa bo'ldi, ta'siri ketdi, hech qanaqa undan foyda bo'lmaydigan emas. Bu demak, bu sizda aminokislotalar 23 xil barcha organizmdagi o'sha даже genetik, epigenetik muammolarni ham o'sha hal qilishga yordam beradigan narsa. Ayniqsa mana bilib qo'ying, oksid azot degan narsa bor. Ereksiyani paydo bo'lishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladigan mana shu sintez oksid azotni stimulyatorlari yig'ilmasi deb aytiladi. Eng yaxshi o'sha qo'shimchalar tayyorladiki, o'sha oksid azotni stimulyatsiyasiga olib kelar ekan. Bemorlarimizda o'sha ko'rdikki, kavernoz tanalarini ultrazvuk qilganimizda 3 haftadan keyin ularda ijobiy o'zgarish paydo bo'ldi. Demak, buni yana aytsak bo'ladiki, 3 haftadan keyin ijobiy natija kuching va undan keyin qancha yana davom etadigan bo'lsa, sizda yaxshilanish yanada rivojlanib boraveradi.